Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Ramazonning 20-kuni ertalab bomdod Masjidul Nabaviy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida mana shu yer jannat bog'chalaridan bir bog'. Yani mana shu yer Ravza deb ataladi. هداة مهتدون بلغوا البلاغ المبين وقاموا بما بعثهم الله سبحانه وتعالى به فكما Assalomu Masjidul Nabaviydamiz. Masjid Nabaviy ichi bilasizlar, Ravzaga, ya'ni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga kirish uchun usul ilovasi orqali QR kod olish kerak. Hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun juda mushkul. Aynan siz istagan qulay vaqtda olish uchun, lekin olsa bo'ladi. Madina Munavvarada erta tong bilan Ravza. Assalomu alaykum. Xayrli jumalar. Juda chiroyli ochilyapti. Mana shu zontiklar faqat Masjidul Nabaviy uchun Germaniyada maxsus patentlab ishlab chiqarilgan. Bu zontiklar faqat mana shu yer uchun xizmat qiladi, boshqa hech qayerda mumkin emas. Tong chiqishi, ya'ni kun chiqishi. Bu bir vaqtning o'zida ham chiroq, ham soyabon, ham quyoshdan, ham yomg'irdan to'sadi. Subhanalloh, juda ham chiroyli instruksiya. Ko'rinishi bir yuqqa bir matoga o'xshaydi, lekin aslida unday emas. Hatto tepasida chiqib turib tozalashadi. 5-6 kishini bemalol ko'tara olar ekan mana shu mato. Qaysidir ertaroq bo'ldi, qaysidir sekinroq bo'lyapti. Ana to'liq ochildi. To'liq ochildi. Hozir ko'tarilyapti mana. Subhanalloh, juda ham chiroyli.